Esselamu Aleyküm. Ben Finlandiya'da yaşayatkan Obul Kasım Seyd Mahmut oğlu ben. Dadamның ismi Mahmud Seyd Ahmet. Anamның ismi Aygul Kadir. Ola Şarkı Türkistan'ın Yarken şehrinde yaşaydı. Anam dadam bilen 2017 yılı 3. ayda tılpındı bir kıtım köreşken ana ahir kıtım. 2017 yılı 3. aydan keyin hech qanday bir ko'rishish yoki ulardan bir aloqa uchur ilish fursatiga ega olamadim. Ular lagerdimi, turmudimi, ya vafot bo'lib ketdimi, ya Xitoyning qo'lida o'ldimi, hech qanday bir xabar olamadim. Shuning uchun nihoyat ichim hasratda. Bugün mushu hit kunisida anam dadamni nihoyat bek sig'inib ichimdan aslab bu anam dadam urug' tuqqanlarim uchun guvohlik berishni to'g'ri topdim. Men shuning bilan butun dunyodagi bu bo'layotgan haqsizlikqa haqiqatchi insonlarninki ko'ngil bo'lishini, butun dunyodagi muxbirlarninki haqiqat so'yar insonlarning bu Uyg'ur masalasiga ko'ngil bo'lib, bu Xitoyninki qilayotgan Uyg'ur xalqiga bu dahshatli zulmini dunyoga pash qilishini umid qilaman. Qozoq, Sharq Turkiston, butun Sharq Turkistonliklar. Qozoq, Qirg'iz hammamiz bor. Men butun Sharqiy Turkistonda yashayotgan Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek, Tatar bütün qarindoshlarımızdan birlikte bu zulmni pash qilib, bütün Xitoyning abdibashirisini dunyoga e'lon qilishni talab qilaman. Shuning bilan birga bu hozirgi sharoitda mushundaq guvohlik berishdan ansirab tug'an qarindoshlarga tavsiya qildiganim, qarindoshlar, biz hozir ya bar oluş ya yok oluş. Xitoy uzun kesil bizni tugutiban da'vatidi. Onun için umumiylik bu seferberlik atlanayla qarindoshlar. Bu lager meselesiga hammamiz ko'ngil bo'laylik. Bütün hozir bu dunyodagi Finlandiyadagi Xalmurat hukumat boshchiligidagi yoshlar Finlandiyadan boshlab Shvetsiya, Norvegiya, Germaniya, Gollandiya, Belgiyada bu 9. ayninki 19'u Finlandiya'dan başlayıp namoyish qilmoqchi. Shuning bilan birga bütün dünyadaki Uyg'ur yoshlarını ve bütün Uyg'ur qarindoshlarninki umumiylik bu yoshlarni qo'llab berishini, aqs turishini, shuning bilan birga biz umumiylik keng ko'lamlik bir bu Xitoyga qarshi qilayotgan bu lagerlarni taqash uchun namoyish qilishga chaqiraman. Umumiylik qo'zg'alaylik qarindoshlar. Bugün yet mübarek günde hiçbirimizden hazır hemimizin ko'nglimiz su yaşavatımız. Onun için ben bütün dünyadaki Uyg'ur qarindoshlarimizni bundan keyin bugünden başlap bu Xitoy tajovuzchilariga bo'lgan harakatda aktiv faoliyatga o'tishga chaqiraman. Hammanglarning hitinligi muborak olsun. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Allah hammalarga salomatlik, xotirjamlik ato qilsin. Assalomu alaykum.